Ya'ni qiz farzand shunaqaki, o'g'il farzand bunyod ota qonidan, qiz dunyoga kelar ko'ngil qonidan deydi. Ya'ni qiz bola otani shundan qalbini sel qilib yuboradi, tilkapora qilib yuboradi. Men degan kuch-quvvatga to'lgan ko'chada hech kimga gap bermagan yigitlar ham qizini oldida ojiz bo'lib qoladi-da, bari kuchini ko'rsata olmaydi. O'g'liga kuchini ko'rsatish mumkindir, qattiq gapirish mumkindir. Qiz bolaga qattiq gapirib bo'lmaydi-da. Shunda ko'zingizga mo'ltirlab turishini o'zida yuragingiz sel qilib yuboradi. Ya'ni qiz farzandni tarbiyalab katta qilguncha ota adoyi tomon bo'ladi. O'g'il xato qilsa uni jazolashi mumkin. Qiz bolaga bir gapira olmaydi, nasihat qila olmaydi. Juda qiyin narsa. Shuning uchun turmush o'rtog'i bor erkaklar shu narsani tushuninki, yoningizdagi turmush o'rtog'ingiz ham kimlarnidir qalbini, yuragini bir bo'lagi hisoblanadi. 18 yil uni tarbiyalab, oqiyib, oqtarib sizga omonat sifatida berganligini hech qachon unutmang. Ya'ni turmush o'rtog'i borlar bir narsani biling, u ham qaysidir otani qalbini tilkapora qilib, yuraklarini sel qilib 18 yil, 20 yil oqiyib, oqtarib sizga omonat sifatida berilgan. Zero omonatni saqlaydiganlarni omonati ham saqlanadi. Bir kun olingan omonatlarda hisobini topshiramiz. Yaratgan barchalarimizni omonida saqlasin. Assalomu alaykum.